Assalomu alaykum yurtdoshlar va xaridorlar. Men asalari mahsulotlari savdosida yurgan paytimda ko'p xaridorlarim asallari propolis qanday mahsulot degan va nima qayerdan olinadi degan savollarni beradi. Shunga aniqlik kiritish maqsadida shu videoni tayyorladim. Asalari propolis tabiiy asalari yelimi bo'lib, asalarilar tomonidan daraxt kurtaklaridan yig'ilgan kuchli antiseptik, yallig'lanishga qarshi va antioksidant xususiyatlarga ega tibbiyot qatroni mahsuloti. Asalari propolis deb moddasi yelimi aytiladi. Mana shu yelimni yig'ib olib, shu ramkalarni ustuna va asalarilar mana shu tabiiy asalari yelimi propolis bilan bunday tirqishlarni shu edi. Mana shu asalari tabiiy yelimi. Mana shular propolis deb nomlanadi. Asalari propolisni ko'chirib olib, ozgina og'izga solib tish bilan eziladi va shimib yurilaveradi. Propolis bilan yana bunday bo'zlarni ham shu